spalniy garnitur so'rayotgan obunachilarimiz bor edi. Do'stlar, mana sizlarga eksklyuziv variant. Shundan andoza olsanglar ham bo'ladi. Xonasini razmeridan kelib chiqqan holatda, hattoki dushovoy kabinalarni ham ichiga o'rab, spalniy garnitur tayyorlab berdik. High-tech stilda bo'lgan, ruchka qo'yilmagan holatda. Mana spalniylarimiz, xonaga yorug'lik beradigan derazalarni saqlab qolib, bunaqangi burchagida bo'sh turgan joylardan ham high-tech stilda trimolar ham qilib qo'yganmiz do'stlar. Andijon viloyati, Andijon tumani Teshtosh qishlog'iga olib kelib ustanovka qilib berdik. Ishlatilgan materiallari ham rossiyskiy laminat, Kreneshpon zavodning mahsulotlari, osha-moshalari hamma yo'g'i yaxshisidan. Spalniylarimizni oyoq tomonlari, yonbosh tomonlarigacha miyaqki bo'lgan yumshoq matraslari ham ikkita tomonlama. Do'stlar, xonamiz razmeri 4.60 ga 2.60 bo'lgan. Bo'sh turgan joylari tepalarigacha unumli foydalanganmiz. Dushovoy kabinalari ham o'rab ketilgan. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, shu turishi 18 million so'mga dogovor bo'lgan. Hamma narsasi ichida, matras, xizmati, materiali hamma yo'q ichida. Kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qiziqarli bo'lsa, bemalol video tagidagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. So'rasanglar, kataloglar ham tashlab beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.